Avvalambor assalomu alaykum. Hammangizga jumayom muborak bo'lsin. Bugungi ishimizni oynalarni ochib, bir qator o'zimizga qarab olib va albatta jihozlarimizni o'z joy-joyiga qo'yishdan boshladim. Kecha kech payt ketishimdan oldin tashlaydigan narsalarim qolib ketgan ekan. Ularni tashlab olib, yana narsalarimni joy-joyiga qo'yib, yana ishlarimni davom ettirishga ketdim. Kayfiyat a'lo. Endi esa stolimni joylarini ko'rib chiqish uchun va bemorlarimizni nomlarini bir qator ko'rib chiqish uchun joylarimni taxlab olyapman va albatta eng asosiysi shkaflarimni to'g'irlab oldim. Bu odatiy holatlarimizdan bittasi hisoblanadi, har kunlik ishlarimizdan biri. Endi esa daftarimizni ochib bir qator bemorlarimizni ko'rmoqchi edim, lekin keyin esimga tushib qoldi. Choy ichib olgim keldi, chunki ertalab choy ichmagandim. Keyingi videolarimizda albatta bemorlarimiz haqida sizlarga